Farg'ona viloyatining bir guruh jurnalistlari hech kimga aytmay, mas'ullarni oldindan ogohlantirmay Beshariq tumaniga borishdi. Maqsad mahalla, xonadonlarda bo'lib, aholi bandligini ta'minlash borasidagi ishlar bilan tanishish edi. Yo'l yoqasidagi uzun mahalla fuqarolari yig'ini degan yozuv oldida to'xtaldi. Rais 2 oiladagi ajrimni yarashtirgani ketgan ekan. Dastlabki suhbat mahalla bankiri bilan bo'ldi. U biznesni rivojlantirish bankining imtiyozli kreditlarini 18 ta oila olib ish boshlaganini aytdi. Jurnalistlar ro'yxatdan bir oilani tanlashdi-yu, o'sha xonadonga yo'l oldilar. Hovlidagi tomorqaga issiqxona qurilgan ekan. Ichkarida esa barq urib o'sayotgan qulupnay ko'chatlari ko'zni quvnatadi. 1500 dan oshiq top qulupnaylarimiz bor. Mana shunda salafanlarni o'rashdi. Mana shunga 30 million berdik. Yana bundan tashqari bu Azizaxon sinimiz juda tadbirkor ayol. Yana qo'shimcha nima so'rashyaptiki, mana shu issiqxona bilan birgalikda 10 ta ayolga yana tikuv mashinasi olib turib, mana shu yerda mana shu teplitsani yurgizish yo'nalishini ham o'rgatib, hamda tikuvchilikka ham o'sha ayollarni to'plab ish bilan band qilish rejalashtirgan. Xonadon sohibasi Azizaxon Xudoyberdiyeva tikuv mashinalarini ko'rgani ketgan ekan. Shu yilning o'zida 30 million so'm kredit olib, issiqxona qilgani, qulupnay ko'chatlari durkunligidan uning g'ayratli ekani bilinib turar edi. Hokim yordamchisi aholi kichik biznes bilan shug'ullanishiga davlat yaratgan sharoitdan unumli foydalanayotganini aytdi. Mahallamiz asosan bog'dorchilikka, dehqonchilikka ixtisoslashgan 200 gektar atrofida shu bog'dorchilik fermer xo'jaliklari bor. 11 nafar qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlab, qadoqlash hamda eksportga yo'naltiradigan tadbirkorlarimiz bor. Jurnalistlar qo'shni ko'chadagi yana bir ogohlantirilmagan xonadonga tasodifan kirib bordilar. Husniddin Sobirov yakka tartibdagi tadbirkorlik bilan shug'ullanar ekan. 10 choqli ayollar o'rik bargaklarini saralash, yuvish va quritib qadoqlash bilan band edilar. Ularning yarmi oila a'zolari, yarmi qo'shnilar bo'lib chiqdi. Oila boshlig'ining aytishicha, mahsulot paydarpay xorijga eksport qilinar ekan. Hatto Dubaydagi do'konlarda ham bizning bargak, bodom, yong'oqlar sotilyapti, dedi bir oz maqtangan bo'lib. Keyin aslida ham shunday ekanini rasmiy hujjatlardan aniqlab bildik. Bargaklarni xorijga jo'natish bilan shug'ullanamiz. Xo'jayinim, o'g'illarim, hammalari, qizlarim, kelinlarim, Xudoga shukr hammalari shu ish bilan shug'ullanishadi. Oilamizda bargakni tayyorlashda 8 ta 10 ta ishchilarimiz, mahallani ayollarini ish bilan band qilganmiz. Uzun mahallasi ko'chalardan borlar ekan, Toshloq adirlar bag'ridagi issiqxona ko'rindi. Yo'lni o'sha tomonga burishdi. Ziyonur parranda ko'p tarmoqli klaster issiqxonasi ekan u. 50 sotixga ekilgan pomidor mevasi olataram bo'lib qolibdi. Ko'chatlar baquvvat, qatori tekis, mevasi bo'lali. Pushtalar toza va tortilgan ipdek. Toshli adirda shunday manzara yaratish juda mashaqqatli mehnat talab qiladi, lekin Otamurod Saidahmedov shunga erishgan. Bugun tadbirkor bo'laman deganlarga hamma eshik ochiq. Hamma tadbirkorning orqasida prezident turibdi. Shuning uchun hech o'ylanmasdan hozir gazni bosiydigan, haligi dehqonchi aytganda gazni bosiydigan paytda nimaga bizda orqamizda tadbirkorni prezident himoya qilyapti. Bitta imkoniyat mana shu 50 sotik joyga yer solig'i ozod 2030-yilga, parrandachilik ozod. Choyvarchilik ozod. Tuxumda 1000 so'mga sotsangiz 100 so'm davlat subsidiya beradi. Qayerda bor? Ayting, faqat O'zbekiston. Men o'zim 17 yil Moskvada o'sha yerda o'qib, o'sha yerda faoliyat yuritgan odamman. Lekin prezidentimiz bo'lgandan keyin prezident chaqiriga kelib shu yerda ish faoliyatini boshlaganman. 2025-yilda 50 sotixdan jami 90 tonna hosil olinibdi. 2 marta pomidor 30 tonnadan va oraliqda 1 marta 30 tonna bodring. Otamurod Saidxonov issiqxona yoniga parrandachilik sexini ham tashkil etgan ekan. Hozir 60 ming bosh Ispaniyaning zotli tovuqlari boqilyapti bu yerda. Har kun kamida 40 mingdan ziyod sara tuxumni xalq dasturxoniga yetkazib beryapti. Buni qarang, zotli tovuqning sara tuxumi mana bunaqa bo'ladi, dedi-yu, konveyerdan bir necha tuxumni olib, chaqib ko'rsatdi. Ularning har birida 2 tadan sarig'i bor edi.
Ha, tadbirkor haq gapni aytdi. Ishlash, daromad olish uchun barcha sharoit bor. Shundan rejalari ham katta. Hozirgi eng dolzarb masala prezidentimiz qarorlar chiqarib qo'ydi, subsidiyalar berib qo'ydi. Shu tomchilatishda fermerlarimiz bilan shartnomalar qilyapmiz. Xudo xolasa zavodini olib kelyapmiz. Shu zavod quramiz xudo xolasa. Mana bu yerga hozir chorva moliga yana bitta kompleks qurib, yana bir 100 bosh chorvani ko'paytirish maqsadida. Xullas, shu kuni aslida chaqirilmagan mehmon farg'onalik jurnalistlar Beshariqning o'zlari tasodifan kirib borgan uzun mahallasida islohotlarning amaldagi holatini ko'rdilar. Ijodiy safar tuman hokimligida davom etdi. Avvaliga hokim Rasuljon Jumayev kelishlaring haqida bir og'iz xabar qilib qo'ymabsizlar-da deya o'pkalagan bo'ldi. Lekin suhbat, savol-javob amaliy o'tdi. 1 trillion 668 milliardlik sanoat mahsuloti ishlab chiqardik 2025-yilda. 24 ga nisbatan +9%. 2,5 trillionga chiqamiz xudo xolasa 2026-yilda. Bugun Beshariq tumani viloyatda quruq meva eksportini 30%ni qildik bu yil. Bu yil 50% qilamiz xudo xolasa. 201 million dollar bu yil xudo xolasa investitsiya qilamiz. Beshariqda faqat sanoat korxonalarigina rivojlanib qolmagan, qishloq xo'jaligidagi yutuqlar ham salmoqli. Tumanda 2025-yil yakuni bilan qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 3 trillion 250 milliard so'm, o'sish sur'ati 102% ni tashkil qildi. Xorijdan to'g'ridan-to'g'ri investitsiya jalb etishga Beshariq jozibador hududlardan biri sifatida qaralmoqda. Har kuni viloyatimizda bittadan mehmon, bittadan chet ellik tadbirkor shirkka pul tikaman deb kelyapti. Xitoy ishtirokidagi loyihalarni sanab beraman. Yasin Semen zavod Xitoy ishtirokida. Ikkinchisi quyosh paneli qo'yapmiz. Xitoyliklardan 1000 gektar. 500 gektar Xitoylar semichka ekyapti. Adir umuman haligi nima deydi, qumdan boshqa hech narsa yo'q. 20 million dollar sarflab, tekizlab o'shatlarni skvajin qoqib, suv chiqarib, tomchilatib sug'orish qilib, semichka ekib, shetdan Xitoyga semichka sotaman deydi. Uy-joy qurilishi Beshariq markazinigina emas, qishloqlar qiyofasini ham o'zgartirib yubordi. 2025-yilda 185 ta kvartirada 9 ta dom qurdik. 100% sotildi. Bir dona ham qolgan. Bu yil 24 ta dom quryapmiz. Yangi O'zbekiston qiyofasidagi Rabqon va Yakatut mahallalarida qariyb 300 milliard so'mlik loyihalar o'zlashtirilmoqda. Maqsad yaqin vaqt ichida tumanni ishsizlik va kambag'allikdan xoli hududga aylantirish edi. Bunga erishyaptilar ham. 2025-yilda aholining 31598 nafari bandligi ta'minlandi. Ishsizlik darajasi 5% gacha tushirildi. Beshariq safari chog'i chaqirilmagan mehmon, jurnalistlar yon daftari, muhim raqam, ism, mulohazalarga to'ldi. Endi ulardan tahliliy maqolalar kutish qoldi. 100% o'tib